Ko'p foyda kerak emas. Menga bor 60 ming, 100 minggacha foyda qilsin aka, bir kilo go'sht foyda aniqsin aka. Gap yo'q. Men maza qilay aka. Obunachilarimiz maza qilsin, duo qilsin aka. Duoda ish katta. Voy, Gap yo'q. oltin olma duo ol degan. Bugun aloqa chiqing, ishingiz bitadi obunachilar. Bunaqasi hadeb ham bo'lmaydi. Bugun faqat klientga ishlaymiz deyaptilar mana shu ukamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va biz muntazam kuzatib boruvchilar. Obunachilar bugun 2026-yil 9-iyul hafta kuniga xo'p, payshanba. Obunachilar biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i arzonchilar yig'ilgan qishloq obunachilar biz Tepaqo'rg'ondamiz. Ya'ni kanalimizda yangi obunachi insofli bolani qo'y fermasiga yetib keldik. Horma insofli bola. Ya assalomu alaykum ashaddiy obunachilarim. Yaraga kevoldingizmi? Xudo xolasa. Sizlar ham ko'rish bor, baxt bo'lib ketdi aka. Gap yo'q. Like bosib turadi. Ko'tarib turaver aka siz. Bo'ldi, xudo xolasa. Hamma videolar like bosangiz, obunachilarimiz insofli bolani ham bir qo'ychi deb Gap yo'q. Qo'shyapti aka. Aka bugun borib qo'zi ikki qo'ylar akayam aka. Narxi ham yo'lda bo'ladi insofli bola. Narx qo'yaman shaning. Hop. Shuni kellarni ushaq bo'lar odam. Haqiqatan bormi shular o'ylanib Gap yo'q. Obunachilar mana xudo xolasa birinchi partiyamizga yarichka qo'zini tozasi, yuzi toza, qoni tozalardan Qirg'iziston Bishkekdan oq yuz, oq quloqdan toza arashandi zo'rlardan etgan obunachilar. Kanalimizda yangi obunachi insofli bo'lani qo'llab-quvvatlab paddeshka qilib turing. Narxlarni ham yo'lida qilib yoraman deyaptilar bugun. Umumiy o'ylanishmas. Narx vaqti marzam bo'ladi. Gap yo'q mana. Bugun faqat obunachilarga ishlaymiz a? Obunachilarimizga ishlayman aka. Gap yo'q. Ishaning Obunachilar xudo xolasa mana zoti toza, qoni tozalardan etgan bunaqangi qaranglar. Arashandi tozasini 100 olaman deganlarga obunachilar bugun aloqa chiqing, ishingiz bitadi obunachilar. Bunaqasi hadeb ham bo'lmaydi. Bugun faqat klientga ishlaymiz deyaptilar mana shu ukamiz obunachilar. bugun bor, ko'p foyda kerak emas. Menga bor 60 ming, 100 minggacha foyda qilsin aka, bir kilo go'sht foyda aniqsin aka. Gap yo'q. Men maza qilay aka. Obunachilarimiz maza qilsin, duo qilsin aka. Duoda ish katta. Voy, Gap yo'q. oltin olma duo ol degan aka. Duo oltin emasmi dedi aka. Gap yo'q. Chudanglar shu yoqqa. Mana obunachilar xudo xolasa bugunga faqat klientga ishlaymiz deyaptilar obunachilar. Bugun ulguringlar. Bugun faqat klientga ishlaymiz deyaptilar. Narxini xudo xolasa yengil qo'yib berishadi. Bola mush bilan ko'z ko'karadi, duo bilan el ko'karadi, bekorga aytmagan aka. Gap yo'q. Obunachilar like'larni bosib qo'llab mana obunachilar xudo xolasa yosh varianti aldansang yoshga aldan deydi-yu obunachilar mana toza qoldi Qirg'iziston Bishkekdan toza qoldi oq yuz, oq quloqlardan tozalardan yetib kelgan, insofli bola. Qo'y zo'rlar yetib kelgan. Bugun borib Hop. o'tkazib berishmasa, videoni Oxirigacha ko'rsana. Like bosib qo'ysa, ko'rishganiga aslanishmaydi. Qo'ydi jo'natib ber, uka bo'ldi deysha, o'tib ber deyishmaydi aka. Gap yo'q. Necha partiyasi bo'y bugunga? Aka bugun bir 3 partiya qo'y beraman aka. 3 partiya manoli qilib, ha? Ha, mashinga qilib jundan chiqarib qo'yibman. Tayyor qilib qo'yibman mana. Soni nechta? Chiqarib 10 ta aka. Son 10 dona bir pachka bitta obunachini qo'ygan ekan, ha? Bitta bo'ladi qo'y aka. Mana obunachilar xudo xolasa bitta obunachini qo'ygan ekan, narxi ham bitta obunachiga bo'ladi xudo xolasa. Xo'p, bo'yboslari yosh oyligi qanaqa bo'ladi? Aka yosh oyligi qo'zi ekitishdan aka. Qo'zi tug'magan variant. Yo'q, tug'magan. Tug'magan variant, ha? Gap yo'q mana. Bo'ylari aka 80 plus minusga olsin aka. 80 plus minusga bemalol olishaveradi, ha? Gap yo'q mana obunachilar yuzlari ham. O'ylanmay chiqadi. Aka 80 plus minusga olsin. Gap yo'q. Yeb ishlari ham yaxshi, ha? Aka yeb ichishini bor-ku. Bir haftaga sinab olish. Yana bir hafta sinov bor, bemalol, ha? Qo'shqorga shunday qo'shib qo'ysa bor, tayyor qo'ylar. Usubi yo'qsa kunduzgida qo'ylarni ham qiynamaylik. Narxi nech puldan qo'yib berasiz? Bir joyga. 6 million 700 mingdan beraman, o't ber demang aka. 6 million 700 dan. 6 million 700 dan. Mahmud endi kanalda yangisiz. Kelishtirib bering endi. 7 milliondan ham arzon, lekin kelishtirib berasiz. Bo'ldi 6 million 600 mingdan barbar aka. Ha endi 100 mingga qaramang endi. 100 ming endi bilib turibsiz. Mujjal 6,5 ekan. O't beryapman aka. Mahmud bitta gap ham deb turing. 6 million 500 dan berishadi, dastlabki Samarqandga chiqib biroz ketdi. Bari eldan haqiqatan 500 Yo'q, ming haqiqatda arzon bo'lsin endi bo'ldi. Kanalda yangisiz barakatini bersin. Obunachilar mana 6 million 500 mingdan tug'magan yarichkani tozalardi obunachilar mana. Aka kimda bor? Zo'rni olaman deganlarga insofli bolada bor deb qo'yishaveradi. Kelishaveradi. gap yo'q mana. Insofli bola narxlarni yordi, xudo xolasa kanalda yangi bo'ladi. Aka buni qo'yadi, yuzini qaram jarman bo'ladi. Oq yuz, oq quloq deydi. Haqiqat tozalardan ekan. Mahmud Yusuf agar bor, hammani oldim desa o'tadigan joyi bor, xayri bor. Aka to'g'risini mana buni qo'yib beraman aka. Shuni ham ko'rsatib qo'yaylikmi aka? O'rang. Qo'zi hali. Shu zamondagi yo'q. Gap Qo'zi kallasi o'zi 8 kishi qo'yib ko'rsatyapti aka. Gap. Keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyaga o'tyapti. Obunachilar mana ikkinchi partiyamizga ham soluvdi, yirigidan zo'r olaman deganlarga mana obunachilar bellari baquvvat, oyoq qo'llari uzun, tozalaridan yetib ketdi mana.
insofli bola soni nechta? Qo'zi 4 10 dona soni aka. 10 dona, bular ham qo'zi 2 tish, 4 tish. Gap yo'q. Hammasi yosh variant ekan-da bu. Aka bugunga bari qo'ylar yosh aka. Xudo xolosa zo'rlardan. Aka voобще tiniqlardan. Gap yo'q mana. Hammasini junni olib mana nolga o'ltirib qo'yish tayyor variant obunachilar mana. Bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Narxlar ham juda quloylari ham bor hali obunachilar. Mana. Hammasini yeb ishlar yaxshi, oyoq qo'li uzun. Bular ham hammasi Qirg'iziston qo'ylari. Hammasi Qirg'iz aka. Mana obunachilar xudo xolosa zo'rlardan. Belgilari ham bor aka, qichaga Mana bor. hammasiniki obunachilar bellari ham baquvvat, oyoq qo'llari uzun. Hammasi badallari ham zo'r. Avgustga bemalol qochaver ekan, siz gap yo'q mana. Obunachilar bemalol qochaver ekan. Qo'chqorni zo'rini qo'shib qo'ying. Bu qo'yni bo'g'oz qilib qo'ysangiz ham to'g'risi gap. 9 million, 10 million bo'lib ketadi kuziga, to'g'rimi? Ketyapti aka. Bo'g'ozlar narxini ko'rdik-ku, to'g'risi gapda. 12 million sotdi aka. To'g'risi gap. Mana obunachilar olib qo'ying, narxi yo'lida bugun, to'g'risi gapda. Bugun faqat klientga ishlaymiz deyapti obunachilar mana. Yeb ishlarni ko'rib turibsizlar. Hamma yo'q, yaxshi, sog'lom. Mana qo'ylar aka. Yuzlarini ham qaranglar. Ikki. Endi ikkiga chiqadi. Gap yo'q. Tug'magan ekan. Obunachilar hammasi yoshagan obunachilar. Eng qizig'i yosh variantda. Qo'chqorni qo'shib qo'ying, hozir keyingi oyga bemalol qochaveradigan variantda. Yeb ishlar yaxshi. Yeb o'tishi aka o'ta kam bo'yin aka. O'ta kam bo'yin. Yana bir hafta sinovini beraveramiz. Mana bunaqa yana bir hafta sinovlari bor, bemalol. Bo'ylari aka 80 ga olishaveradi. Bo'ylari 80 bemalol chiqaveradi. O'ylanmay chiqadi aka. Gap yo'q, lekin yurish turishlari, oyoq qo'llari hamma yo'q, yaxshi ekan. Bo'ylar bor, o'ta chors aka. Mana obunachilar xudo xolosa bo'ylari ham hamma yo'q kelishgan, bo'ylari 80. Qora qo'ygan. Ko'rsat bilan mashq qo'ygan katta deb o'ylashib qolishadi aka. O'ran bu ham endi kichik chiqdi. Hali tug'magan qo'y aka. Qo'ylar bular ham hammasi yosh ekan-a? Aka bugun bor, qo'ylarim hammasi yosh aka. Qo'zi 4 qo'ylar. Hammasi yosh. Bular ham 10 ta bir pachka bitta obunachi qo'ygan ekan-a? Gap yo'q. Yo'qsa buni bir joyga narxini nech puldan qilamiz? Bularga 6,5 milliondan olishsin. 6,5 dan. 6 million 400 mingdan olishsin bo'ldi, gapingiz yo'q aka. Yana o'tadigan joyi bormi yo bo'ldimi? O'tadigan joyi bor aka. Nech puldan qilib berasiz? 6 million 250 mingdan bo'ldi aka. 50 ming sizga Rashid insofli bola. 6 million 300 dan. 300 mingdan. Barakahini bersin mana obunachilar. 6 million 300 mingdan mana telefon qiling. Insofli bola. Bundan chiqqan qo'y tishni beraman aka. Bu ham 4 ga endi chiqadi aka. Mana gap yo'q. Ular yosh. Insofli bolaga hammani oldim, pachkani buzmaymansa xayri bor a? Xayri bor aka. Gap yo'q. Xayri bor, barakasi bor. Xayri bor, barakasi. Gap yo'q. Obunachilar Aka duo qo'ysa bo'ldi aka. duo qo'ysalar bo'ldi. Bugun klient kishilarga 6 million 300 dan telefon qiling o'tib berishadi. Hech kimda aytgani bo'lmaydi obunachilar. Gap yo'q. Keyingi partiyaga o'taveramizmi? Partiya boshlab aka. Ketdik. Obunachilar mana 3-partiyamizga so'liq o'tda ham yirgilaridan mana oxularidan yetgan. To'g'ri qaranglar mana. Obunachilar mana tog'da yurgan mana kiyiklar bilan birga yurgan deganman. Obunachilar o'tda ham yirgilaridan ekan-a? Bari o'ta suyalilardi aka. Qo'ylar. Gap yo'q mana. Suyagi o'tda katta variantda Qirg'iziston Bishkekni qo'ylardan su bu, ha? Hammasi zo'r qo'ylar, qarang aka. Qaranglar, yuzlarini qaranglar. Mana obunachilar 4-6 aka. 4-6. Obunachilar mana charchovlari ham chiqib mana. Oyoq qo'llari ham uzun, yuzlarini ham qaranglar, tiniqligini. Gap yo'q mana. Oyoq qo'llar uzun. Haqiqiy qo'ydi velikanindan yirrigida olaman deganlarga mana obunachilar. 90'lıklar ham boshida. Mana mashlar xotirjam 90 chiqar ekan. Chiqaradi, o'ylanmay aka. Gap yo'q, mana yuzlarini qaranglar qo'ylardi. Mana obunachilar, lekin oyoq qo'l uzun, toza qoldi. Qirg'iziston qo'ylar. Obunachilar o'zimiz Qirg'izniki Mesni qo'ymas. hammasi o'zimiz Mesni qo'ylar, bo'yi bunchalik bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Bunchalik qo'yib bo'lmaydi. Mana obunachilar suyagi kattasidan bolani zo'r beradiganini olaman deganlarga mana obunachilar sizlarga. Soni nechta insofli bola? To'qqizta sari 10 ta aka soni. 10 dona bitta qora kashtandan bor ekan-a? Qora ham, garbonoslari ham o'ta. Garbonoslari ham, oyoq qo'llari ham uzun. Hammasi bolani zo'r beradigan variant ekan. Usuboy gaplar. Ichi et olib, bo'g'oz bo'lsa bu qo'lga $1000 tepasida. $1000 tepada aka. To'g'risi gap-da. To'g'risi gap aka. Rost gapirish kerak. Obunachilar to'g'risi gap bu. It olib qolsa, bo'g'oz olib qolsa $1000 tepasida. Tana olaverish kerak-da. Qo'ylar suyak katta, jichcha it olib yem berib tursangiz, mana qo'ylar qarang, suyagini. Gap yo'q mana. O'ta chorsan degan qo'ylar. Bo'ylari qanchadan qanchagacha bor? Insofli bola? 85 oshiqlari ham aka. 85 plus minusga olasin aka. 85 plus minusga 80 bemalol yo'q olishaveradi. bo'ladi, Gap yo'q. Yoshlar qanaqa? Aka yoshlari 2 tish 4 tish 6 tish. 2 tish, 4 tish, 6 tish. Yosh variant. Ichida bolani raso oladigan payt aka. Gap yo'q. Mana bu. Hozir etib qolsa ham aka 12 million, 3 milliondan sotdik o'zimiz. To'g'risi O'zimiz ham haqiqatdan sotamiz. shunaqa obunachilarga ozgina it olib qolsa bular bo'g'oz qo'ysangiz $1000 tepasida. Olib mana qo'chqorni qo'shib qo'ying obunachilar.
2-3 oydan narmanni poyda bor sizlarga ham obunachilar to'g'risi gapda. Men qo'ydim ham suyagini qaranglar, asham o'ta katta qo'ygan, shu yashayapmi? Mana qaranglar. Ko'rsatamiz obunachilarimiz. Suyagini qaranglar. Kichkina deb o'ylab qolishmas aka, bu qarang. 90, bemal 90 dolar Aka ekan. 170 manta aka. 170. Bu qarang. Yelkangizni siyat o'zchagan, ha? Gap yo'q. Shu burada hozir qo'ylar zo'rdan ekan. Yosh variantda yeb ishlari ham yaxshi xudo xolasa. Yeb ichishdan umuman o'ylanmaz aka. Voy, bir hafta sinov olishaveradi. Bir hafta bemalol sinov olishaveradi, xudo xolasa. Oynani nima ketyaptimi? Yaxshilaridan. Mana obunachilar xudo xolasa endi buni narxini chiroyli qilib, zo'r qilib qo'yib beradilar bo'ldi. Shu narx vaqt arzon bo'ladi. Nech puldan? Bir joyga olsa bo'ladigan sinalni aytaman 7 milliondan emas aka, 6 million 800 mingdan bo'ldi. 6 million 8 dan. Insofli bola. Aka 8 milliondan ham indamay sotyapti odamlar. Lekin to'g'ri. Lekin Muhammad buning ichida haqiqatan qo'ylar suyak o'ta katta bo'lishda to'g'ri gap. 9 millionlik qo'y ham bor ekan. Lekin ham deb turing. Optimga olishadi, mashina ichida ketaveradi. Mana kattami? Ha. Ketaveradi. Ketaveradi. O'zini olaman 7,5 millionga beraman aka. Insofli bola bitta gap qo'ldi bering, ham deb turing. Bitta so'rayman. Obunachilar uchun ham deb turing. 6 million 500 dan qilib bering bo'pti. Aka, unda 6 million 500 ming aka qo'zladi qo'ydi u aka. 6 million 500 dan qilib bering bulardi. Bo'ldi, eshitib turing. 6 million 700 mingdan bir joyga olishadi. Insofli bo'la endi. Jichchaga qaramang endi obunachilarga arzon bo'lsa kanalda yangisiz. 700 mingdan bo'ldi, gap so'z yo'q olsin aka. Keyin qo'lni bering. Bitta 100 dan o'tasi endi bo'ldi. Barakahani bersin, ketdi. Kanalda yangisiz bo'ldi. Insofli bo'la. Barakahani bersin. Obunachilar mana xudo xolos 6 million 600 dan bo'ldi. Dastlabkilar Samarqandgacha bormi? Aka, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab, ha. Gap yo'q mana 6 million 600 dan obunachilar tavsiya qilaman. Narxi ko'p yerga qaraganda 400 ming, 500 mingdan xudo xolos arzon. Bemalol tavsiya qilaman. To'g'risi gap. Obunachilar uchun men insof bilan narxni chiroyli qilib qo'yib berdim mana. Bellari ham baquvvat qo'ylar. Gap yo'q. Hamma olmasa ozgina sunnatiga o'tib berasiz, insofli bola. 30 tani bir joyga olsa bor-ku. Xo'p, O'tib beraman aka. chiroyli qilib. Chiroyli qilib o'tib. Gap yo'q. Keyingi partiyamizga o'tiramizmi? Boshlari aslan. Ketdik. Obunachilar mana oxirgi partiyamizga soni 6 dona ekan, insofli bola. Hop, diyor aka, puli o'ta arzonidan. Puli qulaydi oxirgi partiyaga. Gap yo'q. Mana obunachilar sizlar uchun mana videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bekorga aytmaymiz. Obunachilar mana narxi arzon ser xaridor variantidan mana. Xo'p, Voy, bor, narxi ham o'ta arzon bo'ladi aka. insofli bola bularning ma'lumotini bering. Qanaqa bo'ladi? 3 tasi alohida chiqar aka, 3 tasi alohida chiqar. 3 ta qo'zi. Qaysilar qo'zi? Aka mana. Mana. Mana bash cho'g'i. Mana shu. Buni o'rtanglarchi? Qo'y ikkitasi, baqa. Xabartimi? Mana obunachilar bu uchalasi qo'zi, insofli bola. chiqar aka, ha, qo'zi cho'g'i aka. Bitta olapakisdan, ikkita sarig'idan, ha? Bitta pandasdan ikkita Bitta pandasdan mana gap yo'q. Mana uchalasi ham qo'zi hali. cho'g'i ham qo'zi aka. Mana obunachilar. Mana obunachilar dumbalari ham kelishgan. Chiroyli holatdagi yeb ishlari ham yaxshi, ha? Yeb ichish o'ta zo'r. Gap yo'q mana yeb ishlari yaxshi, sifatlari ham, dumbalari ham o'ta kelishgan ekan mana. Aka narxini Insofli uchalarni bo'lishini aytib keting. 5 milliondan beraman. 5 milliondan ketaveradi bular ham. Aka 6 million yo'q, 5 milliondan. 5 milliondan. Frank emas aka, siz olib borib beraman dastlabkani. Gap yo'q. Endi bu 3 tani qo'yib beraman. Bu 3 tasini, ha? Mana obunachilar. Mana 3 donasi. Bularning yoshi qanaqa? Aka bular 4 yosh. 4 6 variantda. Bularda ham yeb ishlari yaxshi. Yeb ichish o'ta zo'r aka. Gap yo'q mana obunachilar mana yerdagi bagdi ham yet mana obunachilar qaranglar. Yeb ishlari yaxshi xudo xolsa bemalol bir haftani sinov bor obunachilar. Gap yo'q. Insofli bo'l yo'qsa bularning narxini ham ayting. Bularning ham narxi bor-ku. Kasalligida 6 million tevasi emasmish qilib? Aka 5,5 milliondan beraman. 5,5 milliondan ketaveradi. 5,5 million. Prank emasa? Yo'q aka, unaqa Gap yo'q. Mana obunachilar 5 million 500 dan narxi juda arzon bo'ldi. Hozir aka 6 milliondan deganda ham o'tmaydi emasdingiz. To'g'risi gap, ha. 6,5 milliondan ham qo'ydim-da. Gap yo'q. 5,5 milliondan voy prank emas. Olasini jo'nat beraman. Samarqandgacha ketaveradi. Behijolar. O'zbekiston bo'ylab ketadi. Judan shu yoqqa qo'shilaveringlar bo'ldi. Nerdan judanglar? Mana. Obunachilar yo'qsa mana 6 tani oling mana. O 3 tasi 5 milliondan, 3 tasi 5,5 milliondan. Narxi arzon. Hammani optim oling. Xayri bor-a, insofli bola? Tutgan olasan hisob cho'chib beraman. Gap yo'q mana obunachilar yo'q. Gap yo'q. Shu oxir partiyamiz, insofli bola. Obunachilar bemalol telefon qilib shu insofli bola aloqa chiqarsalar, narxlarni qo'yilgan narxdan bemalol xayrini qilib o'tib berasiz. O'tib beraman aka. Gap yo'q. Obunachilar bo'lsam sizlar bilan ko'rishguncha xayr deb qolaman. bo'lgan bo'lsa aka uzr. Gap yo'q. Like bosib qo'ying. Like bosib turasizlar.